30-35 million pul tejab qolishni xohlaysizmi? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda traktorlarimizda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu motorlarimizni moy yeb qolishi. Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi sabablaridan biri bu noto'g'ri moylardan foydalanish. Ya'ni tavsiya etilgan zamonaviy texnikalarimiz uchun CI yoki undan past bo'lgan yoki SK bo'lmagan moylardan foydalanib, Viaskisni yopishqoqligi 130 dan kam bo'lgan moylardan foydalansak, o'sha bizning motorlarimizga nimalarga olib keladi? Birinchi navbatda vkladishlarimiz yedirilib, turbinalarimiz quruq ishlashni boshlaydi. Muddati o'tgan moylar evaziga moylarimiz qovjirab qolib, porshinlarimiz sovimaydi. Shuni holatidan motorlarimiz moy yeyishni boshlaydi. Keyingisi sifatsiz yoqilg'ilardan foydalanish, ya'ni suv qo'shilgan, oltinlikni gugurti ko'p hamda noto'g'ri filtrlar qo'yilgan evaziga farsunkalarimiz kuyishga olib keladi. Buni evaziga dvigatelimiz to'g'ri ishlamasligi evaziga bo'g'ilib ishlaydi-da, motorimiz zo'riqadi. Bundan ham o'sha moy yeyish holatlari kelib chiqadi. Va keyingi sabablaridan biri aynan sovutish tizimi orqali bo'ladi. Radiatorlarimizni changga to'lganligi evaziga motorlarimiz qizib ketish holatidan galovka prokladkalarimizni kuydirib yuboradi hamda silindrlarimizni devorlarini shikastlantiradi va remenlarimiz bo'sh bo'lgan holatda ham ventilyatorimiz yaxshi aylanmasligi evaziga dvigatelimiz qiziydi. Bu ham sabablarning biriga kiradi. Keyingi sabablari havo filtrlari sabab bo'ladi. Ushbu havo filtrlari orqali sifatsiz yoki vaqtida tozalamaslik evaziga chang o'tkazib yorib, aynan porshin, ya'ni kolsalarimizga shikast yetkazadi. Buni evaziga motorlarimiz moy yeb boshlaydi. Va bunga o'xshash sabablar juda ham ko'p. Siz o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yib, traktori borlarga yuborib qo'yasiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysiz.